Hali ko'pchilik samarqandliklar bu avtosalon ochilganini xabari yo'q. 1200 kilometr pol zapravka bilan harakat qila oladi. 5 litr 100 kilometrga rasxodi. Endilikda Samarqandda Suis avtosaloni ochildi. Ikkita mashinamiz ham test drive uchun tayyor, xohlagan payt kelsa bo'ladi. Naqdga, rassroshkaga, avtokreditga olib ketishingiz mumkin. Gadovoy 5% bilan ham avtokredit asosida olishning imkoniyati bor ekan do'stlar. Splashnoy monitor, yumshoq torpedalar, ya'ni charmdan ishlangan. Gadovoy 5% lik haqida aytamiz. Rassroshka haqida ham hozir aniq bo'ladi. Avtokreditlar haqida ham tushuntiramiz. Shunaqa. Xohlagan rangingizdan, xohlagan variantingizdan topib berish imkoniyati bor. Shahar ichiga 8-9 litr, trassaga chiqsa yana kamayadi. 7-7,5 litr. Mana bu modellar 2025-yil modellar. Shunaqa. Soskaydan Farhod posyolkaga, Jomboyga ketaverishda man zavodga yetmasdan chap qo'lda bo'ladi. Shunday razvorot qilib kelasizlar. Suis avtosaloni. Masalan, bo'llar qolganda ozgina teksa bo'ldi, o'zi ochilib ketaveradi. Lezatli stollarda orqa kamera bor, parktroniklar bor. Zapchastdan bizda muammo bo'lmaydimi? Zapchastdan bizda muammo yo'q aka. O'zimizda avtoservisimiz bor. 5 yil 200 ming probeg garantiya beriladi. Boshlang'ich 25% to'lov bilan hamma avtomobilimizni bir kun ichida olib chiqib ketishingiz mumkin. Michelin balonlar o'rnatilgan, 20 diska, alyumin diskalar. Bunda 540 gradusli kamera o'rnatilgan aka. Ya'ni 540 gradus deganlari balonni mana bu yonida tosh turgan bo'lsa ham siz ko'ra olasiz. Ya'ni mashinani deyarli tagigacha ko'ra olamiz. Shunaqa. Buni keyinda o'tirganda bu 1200 kilometr yuradigan Suis S9 DM. Mana bu orqasi, mono qo'shlari, qonun LED yonib turadi. Oq deysizmi, qora deysizmi, unaqa ranglar uchun bizda muammo bo'lmaydi. Xohlagan rangingizdan topib bera olamiz. Yilligi qanaqa, oyligi qanaqa chiqadi, hamma ma'lumotlar shu yerda Har bo'ladi. bitta tochkasini telefonda ham uzoqroqdan bo'ladigan bo'lsangiz tushuntirib beramiz. Bemalol siz kelsangiz bo'ladi. Motorimiz 1.6 litrlik turbina motor, 7 talik korobka joylashtirilgan. Ekstrenniy торможение, adaptivniy cruise control. Avtokredit qilsak necha pul beraylik? 12 ta viloyat bo'yicha bemalol kelsangiz, sizga chiroyli qilib xizmat ko'rsatishadi. Endilikda Samarqandda Suis avtosaloni ochildi. Siz Samarqandning o'zidan bitta pasport evaziga kelib, istalgan Suis avtomobilini naqdga, rassroshkaga, avtokreditga olib ketishingiz mumkin. Gadovoy 5% bilan ham avtokredit asosida olishning imkoniyati bor ekan do'stlar. Xo'p, ana endi bitta mashinani oldini ko'ramiz. Bu avtomobilimiz gibrid. 1200 kilometr pol zapravka bilan harakat qila oladi. 5 litr 100 kilometrga rasxodi. 5 litr hozirda Sparklar ham undan ko'p ichadi, bilasizlar. Bu Go'dagi juda zo'r rasxod va hozir sizlarga Suis avtosalonidan barcha ma'lumotlarni, barcha modellar haqida ma'lumot beramiz. Narxlari, avtokredit, rasxoshka haqida to'liq ma'lumot bo'ladi. Manzilni aytaman do'stlar. Qarang, manzil ham adashadigan joy emas. Postkaydan Farhod posyolkaga, Jomboyga ketaverishda man zavodga yetmasdan chap qo'lda bo'ladi. Shunday razvorot qilib kelasizlar. Suis avtosaloni. Test drive, barcha xizmatlari bor. Bemalol kelib, o'tirib haydab ko'rish mumkin. Hozir esa salonni ichidan sizlarga barcha ma'lumotlarni aytamiz. Boshladik. Biz hozir Suisning rasmiy Samarqanddagi avtosalonidamiz, shunaqami? Shunaqa aka. Xudo xolasa ochilganimizga 4 oy bo'ldi. Hali ko'pchilik samarqandliklar bu avtosalon ochilganini xabari yo'q. Shuning uchun bir obzor qilib bersak yaxshi bo'ladi menimcha. Zo'r. Endilikda siz bu aytgandek Suis avtomobillarini Samarqandning o'zidan kelib, bemalol tomosha qilib test drive'imiz bor, shunaqami? Albatta, ikkita mashinamiz ham test drive uchun tayyor, xohlagan payt kelsa bo'ladi. Hozir avtosalondagi avtomobillar haqida birma-bir ma'lumot beramiz. Yangiliklar bor bizda, shunaqami? Albatta. Gadovoy 5% lik haqida aytamiz. Rasxoshka haqida ham hozir aniq bo'ladi. Avtokreditlar haqida ham tushuntiramiz. Shunaqa. Xo'p, ana endi qaysi biridan boshlaymiz, Ahror? S07 dan boshlaymiz aka. Xo'p, komfort pozitsiyasi bu. Tashqi ko'rinishga keladigan bo'lsak, komfort bilan luxuryni uncha katta farqi yo'q ko'rinish jihatdan, razmerlari bir xil. Faqatgina motor qismida 1.5 litrlik turbina motor o'rnatilgan bunga. Korobkamiz 6 talik. Rasxodi o'sha
9 litr, 8 litr atrofida. Ha, shunaqa shahar ichiga. Shahar ichiga 8-9 litr. Trassaga chiqsa yana kamayadi. 7,5 litr. Bu gavdani ko'ryapsan bo'lsa, bu hozir mendan ham baland turibdi. Где-то 180 mi qancha balandligi bu? 1,86. 186 balandlikda. 1,5 litr turbina. Necha xil ranglari bor bu mashinamizda? Xo'p, ranglarimiz aka juda ham ko'p. O'zimizda ham xohlagan rangingizdan, xohlagan variantingizdan topib berish imkoniyati bor. Samarqandning o'zida. Bo'lsa yana bir kelsangiz agar bemalol ko'rar ekansiz, u tashlarida bitta zo'r rangi bor ekan, menga yo'qdi o'zi. Mana videosini qo'yib yuboraman. Bu haqida ma'lumot beramiz. Oldin qismlardan boshlaymiz. Mahrum. Xo'p, LED faralar bilan o'rnatilgan. Mono qo'shlar bor. Yonishlari lekin chiroyli vid berib qo'yadi. Ya'ni hozirda hali bundan keyin ham ancha cho'zilsa kerak, bunaqa mono qo'shlar modada bo'ladi. Hali beri qolmasa kerak. Shunaqa. Xo'p. Old qismlari ham chiroyli chiqarilgan. Ko'rinish luxury mashinani o'zi komfortini berib qo'yadi ko'rinish jihatdan ham. Zo'r. Hozir videodan ko'rinayotgan bo'lsa ham kerak. LED faralar, shunaqa LED premium hisoblanadimi? LED faralar. LED faralar. Hozir mana shu rangi ham juda chiroyli ekan. Ajralib turishni xohlaganlar uchun mana shu rang ham lekin bo'ladi. Zo'r variant. Swift bu 2025-yilda O'zbekistonga kirib keldi. Boshlarida O'zbekistonga kirib keldi. Ya'ni mana bu modellar 2025-yil modellar shunaqa hisoblanadi. Shunaqa. Hammasi 2025-yil. Xo'p, ketyapti. Diskalari. Diskalar razmeri 20 dyumlik, alyumin diskalar o'rnatilgan. Balonlari GT, yumshoq, shahar ichiga yumshoqqina harakatlanishga moslashtirilgan. Bu yerda kamera bormi? Xo'p, 360 kamera bilan jihozlangan avtomobilimiz. Xo'p, HD formatda xohlasangiz zapis qiladi, xohlasangiz qulaylik uchun hamma xizmat qilib beradi sizga. Ular atrofimizni bemalol ko'rib olamiz. Oldi orqa yurganda. Xo'p, panorama tom bormi mashinamizda? Shunaqa? Albatta, birinchi pozitsiyasida ham panorama tom o'rnatilgan. Boya aytdingiz, Ahrob. Bonuslar oktyabrning oxirigacha bonus beramiz. Shunaqa, shu oy kelgan mijozlarimizga har bittasiga parog va ichiga poliglarni bonus sifatida qo'shib beramiz. Bu bepul. Bepul. Farqi yo'q, qaysi Swiss avtomobil olsa, masalan, S07 mi, S09 mi, gibridmi farqi yo'q. Farqi yo'q. Xullas, bonus bepuliga parog. Salonga o'tamiz. Salonchani lekin juda menga yoqdi saloni. Hozir bu S07 ni ko'ryapmiz, o'zi S09 va gibridlarga ham o'tamiz. U yerda ham boshqacha. Nima gaplar salonda? Salon ichiga keladigan bo'lsak, multifunksional rul. Xo'p, sideniyalar avtomatik o'zgartirish funksiyalari bor. 8 ta kolonka joylashtirilgan. Голосовой управление bormi bizda? Голосовой управление bu pozitsiyasida yo'q. Bundan keyingilarida bor. Bor, xullas. Balandligi pozitsiyasi oxirgisida bo'ladi. Shunaqa. Skos bechakka keladigan bo'lsak, har bittasi qo'l mehnati yordamida o'zi tayyorlanadi. Mana bular. Shunaqa. Kelamiz ajgani yoqaylik. Juda chiroyli, ya'ni o'zi mashinaning ichida turganda ham bironta mashinani hali rechagi bunaqaligini ko'rganim yo'q. Shunaqa. Беспроводный zaryadka, avto hold bu funksiyalar endi albatta bo'ladi. Bo'ladi. Cruise controlni aytmasak ham bo'ladi, chunki bu avtomobillarda bo'lishi kerak. Голосовой управление ham endi modeliga qarab bo'lar ekan. Shunaqa. Salondagi ichlari hammasi ekokojadan tikilgan, juda ham yumshoq material. O'ziz uchun, shofyor qulayligi uchun hamma bir qulayligida bor kojinni salonda. Necha xil rejimda yuradi? Aka, bu mashinamiz, xo'p, ikki xil rejimda harakatlanadi, normal, sport. Pedalni ham bitta yaqindan ko'rsatib o'ramiz. Splashnoy monitor, yumshoq torpedalar, ya'ni charmdan ishlangan. Shunaqa. Mana bu yeri zo'r ishlangan ekan, qarang. Yo'g'ochga o'xshatilgan endi. Juda chiroyli tarzda ishlangan ekan. Passajirlar uchun juda keng joy. Orqa sideniyalar siz xohlagan rejimda o'zgarib beradi, orqaga, oldiga harakatlanadi. Xohlasangiz, sal yotqizsangiz ham bo'ladi. Keling, mana shuni bitta ko'rsatay, mana qarang. Bu yerda bunaqa funksiyasi ham bor, ya'ni siz ko'tarib, bemalol oldi qilsangiz bo'lar ekan. Shunaqa. Keyin buni ham yurib qilsak bo'ladi. Albatta. Bu qismidan. Bu yerdan. Yo'q. Yotib ketsak bo'lar ekan, bemalol yursak.
Zo'r. 7 kishilik bo'lgani uchun oldiga orqaga ham o'zi kattaroq yoshdagi odamlar ham o'tirsa bo'ladi. Ya'ni mashina 7 kishilik, oilaviy, bemalol katta oila bo'lsak ham hamma Shunaqa. sig'adi. Led zadi stollar. Hop. Bagajni ko'ramiz birinchi. Ya'ni 2 kishi mana bu yerga sig'adi. Shunaqa. Agarda bagaj qismini bagaj o'rnida ishlataman desangiz, 5 kishilik bo'ladi desangiz, buni bemalol sidinalarni o'tkazib qo'yib, Ha? keyin bagajga ega bo'lasiz. Bu yerga hozir katta yoshli nimalar ham sig'adimi? Odamlar. Bu o'rta yoshdagi insonlar bemalol sig'adi. Ya'ni hozir men bemalol sig'aman bu yerga. Shunaqa. Bemalol o'tirib ketsangiz bo'ladi. Tushunarli. Elektronli bagajligimiz ochiladi. Zashtasi ham bormi buni? Bor aka. Juda ham bilasizmi, bolalar qolganda ozgina teksa bo'ldi, o'zi ochilib ketaveradi. Ko'pincha qo'l qolib ketsa ham, ya'ni bu qo'lni qisvormaydi. Shunaqa. Hop, Juda ham bo'ldi. kuchli ishlangan. Aha. Ledzatli stollarda orqa kamera bor, parktroniklar bor. Xo'p, yana nimamiz bor? Bular yonadimi? Xo'p, bu qismi yonmaydi, faqat bu qismi yonadi. Tepa va orqa tomon. Hadoylariga keladigan bo'lsak, независимая podveska, oldilari McPherson, Aha. judagina yumshoqlik darajasida shahar ichida zo'r yurib qo'yadi. Zapchastdan bizda muammo bo'lmaydimi? Zapchastdan bizda muammo yo'q aka. O'zimizda avtoservisimiz bor. 5 yil 200 ming probeg garantiya beriladi. Xo'p. Chuqurga tushsak yoki buferni tekizib olsak, shunday kelsak, zapchast bez problem olib keta olamiz. Shunaqa, topiladi hamma narsa. Aha. Bu avtomobillarni avtokreditga ola olamizmi biz? Boshlang'ich 25% to'lov bilan hamma avtomobilimizni bir kun ichida olib chiqib ketishingiz mumkin. Aha, bitta pasport yetarli. Shunaqa. Masalan, boshlang'ich 25% aynan mana shu modelimizga nech pul bilan chiqadi yoki Swiss S7 larni eng oddiy pozitsiyasiga qancha bilan chiqadi? S07 komfort pozitsiyasi 80-82 million atrofida boshlang'ich to'lov chiqadi. Shu to'lov bilan bemalol olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Hozirgi kursda plus minus $7000 atrofida bo'lar ekan. Shunaqa. Hozirgi kurs endi shu bugungi kurs bilan aytyapman, lekin so'mda 80-84 million so'm atrofida. Xo'p, годовой 5% avtokredit degandek, uni Albatta 5% degan bor aka bizada. Agar 50% ni to'lab, qolganini 1 yilga olmoqchi bo'lsangiz, 5% dan qilib bera olamiz. Unaqa variantlarimiz ham topiladi. Xo'p, rastrojka haqida o'zi sal o'tib aytamiz. Endi biz ikkinchi avtomobilimiz qaysi biri? S09 benzinli varianti. Aha. Bu full pozitsiyasi bo'ladi aka. Bir minut gapingizni bo'laman. S09 ni benzinligi, gibridi bor, shunaqami? Shunaqa, gibrid benzin. Xo'p, hozir biz benzinligini aytamiz. Benzinligida ham birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiya bo'ladi aka. Xo'p. Xo'p, bu hozir full pozitsiyasi. Aha. Ballonlarimiz Michelin ballonlar o'rnatilgan, 20 diska, alyumin diskalar. Ko'rinish jihatdan razmerlarda S07 bilan farqi bor tashqi tomondan. Xo'p. Ichki ko'rinishiga keladigan bo'lsak, kengroq, o'tirganda odam qulayliklari his qilish mumkin. Ko'rishim bo'yicha bu modelimizda panorama bo'lmaydi. Shunaqa aka, benzinliklarimizda panorama mavjud emas. Aha. Necha xil rangi bor bular? Bundan ham hamma rangidan topib beramiz aka. Hamma rangidan bor. Oldinlari monoqosh ekan, bular bu ham yonib turadi. Atrofi bilan ekan bu yonishi. S09 da atrofi bilan yonib beradi. S07 da faqat mana buni o'zi yonib beradi. Xo'p, abitsovkalarni qarang. Chiroyli tarzda ishlangan. 360 gradusli kamera bor bu yerda. Bunda 540 gradusli kamera o'rnatilgan aka. Ha, ya'ni 540 gradus deganlari ballonni mana bu yonida tosh turgan bo'lsa ham siz ko'ra olasiz. Ya'ni mashinani deyarli tagigacha ko'ra olamiz. Shunaqa. Голосовой управление bularda bor. Bor aka. Полоса удержания bor menimcha. Bular hamma funksiyalari bo'ladi. Xo'p. Salonga o'tamizmi? Bu yerda hozir slepoy zonasi ishlayib ketdi. Slepoy zona bor bu yerda. Bokovoy oynalarida marhamat salon qismlarini ko'ramiz. Bu rangi chiroyli ekan, lekin buni. Salon qismiga keladigan bo'lsak, aka беспроводный zaryadka, u funksiyalari hammasi mavjud. Kojinli sideniya, xohlasangiz ranglarni ham tanlash imkoniyati bor salonning ichini. Ha, salonning rangini ham tanlay olamiz. Albatta. Audio sistema Sony o'rnatilgan aka bunda. Aha. Apshikalarni qarang. Chiroyli tarzda ishlangan. Mana bu o'rtadagi
matviy rangi juda chiroyli chiqqan ekan. Xo'p. Multimedia ekranimiz esa 15 dyumlik, Aha. bemalol mazza qilib kliplarni tomosha qilib ketadigandan. Tepasi juda katta ekan, qarang. Juda keng moshina. Bunda ham climate control, cruise control, climate control, Aha. bemalol rulni o'zidan boshqarsangiz bo'ladi. Голосовой управление bor. Bor. Xo'p, mana buni ham qo'lda ishlanganmi? Har bittasi qo'lda ishlangan aka. S09 Skos richaklari qo'lda ishlangan ekan. Avtohold, avtoparkovka. Mana bunisi esa nima? Avtomatik parkovka rejimiga o'tadi. Keyin bularni mana o'tgan safar ko'rgandim men. Bu zo'r ishlar ekan, qarang. Bir tomonga bunday ochiladi, bu tomondan bunaqasiga ochiladi. Qiziq funksiya. Mana shunga qo'yib qo'ygandim. Monitordan hamma funksiyalarni boshqarsak bo'ladi. Hamma funksiyani monitordan boshqariladi. Knopka kamroq ishlatilgan aka bu modelimizda. Ko'rinish jihatdan knopkasi kamroq. 540 gradusimiz menimcha zavod qilganda bu Shunaqa. Keyin zavod qilamiz boshdan. Mana hozir biz atrofimizni hamma joyini ko'ra olamiz. Orqasini bitta ko'rsatib o'ramiz. Bu ham 7 kishilik. Shunaqa, 7 kishilik. Bunda ham sidenlar regirovka bo'ladi, oldi-orqa ayrilishi, O'zgartirish imkoniyati bor. lekin mana bu nimasiga qoyil qoldim, juda baland ekan, qarang. Juda kengda o'tirganda bu tepasiga yana bir qarish joy bordi. O'zi 180 bo'yin bo'lsa gap. Balandlik bo'yicha farqlari bor aka, S07 dan balandroq chiqarilgan. Aha. 3 zonli climate control. Orqada ham nima beradi bizga? Konditsioner peshkani beradi. Shunaqa, bemalol o'zgartirish imkoniyatlari bor. Aytganimdek, audio sistema Sony. Knopkalari boshqacha ekan. Knopkalari chiroyli ishlab chiqarilgan. Boshamiz orqa tomonlariga keldik. Orqasida nima gaplar? Orqa dizayn aka, buniki boshqacharoq dizayn, endi skromniy deyiladi. Ha, shunaqa. Shunaqa dizaynda ishlab chiqarilgan. Kattaroq ko'rinadi. LED faralar, bularniki ham bunday polni splashlar yonadimi? Shunaqa. Alohida yonib beradi. Motor nechili bo'ladi? Aka, bu mashinamizda xo'p, motori 2 litr turbina motor o'rnatilgan, GDI motor. Buni 1.6 motori ham bor, 1.6 turbina motori ham mavjud bizada. O'zimizda servis bor shu yerda. Shunaqa. Podvalda servis joylashtirilgan. Bitta adres aytib o'ting mana shu yerda. Xo'p, Samarqand shahardan chiqish, Eski shtab gayidan. Cho'ponota postidan bu yoqqa qarab kelishda Zarafshon daryodan o'tgandan keyin chap qo'lda. Man zavodga yetmasdan chap qo'lda. Man zavodi yonida bunday razворот qilib kelsalar ham bo'ladi. Shunaqa. Yoki Toshkent tomondan kelishda man zavoddan o'tgandan keyin Zarafshon daryoga yetmasdan o'ng qo'lda. Suis rasmiy dilerlik avtosaloni. Bu Samarqandda bitta. Shunaqa, Samarqandda bitta. Rasmiy avtosalon hisoblanadi. Ana endi 1200 km yuradigan Suis S9 DM. S09. Gibrid variantimiz. Xo'p, tokda yuradigan kilometri, tokni o'zida 100 km harakatlanadi aka. Keyin 100 km tugagandan keyin o'zi avtomatik zapravka qilib ketaveradi. U zaryadga qo'yish shart emas har doim uyga. Motordan birdan zaryadga beraveradi. Shunaqa, yurib ketayotgan vaqtda zaryad beradi. O'sha vaqtda rasxodi 5 taga yetadi. Ya'ni mana shu gavdaga rasxodi atigi 5 litr deyaptilar. Bunga ham garantiya bormi? Albatta, har bitta avtomobilimizga 5 yil garantiya, 200 ming probeg. Bunga ham bonus beramizmi? Albatta, har bittasiga o'sha oyning oxirigacha parok, polik podarka bo'ladi. Bo'lmasa, ketdik. Oldi qismdan boshlaymiz. Oldi qismidan biz gibridligini ajrata olamizmi? Xo'p, gibridligini oldi qismidan ajratish qiyinroq, Chunki S09 ning ko'rinishi почти bir xil. Bir xil. Xo'p, ichki qismiga keladigan bo'lsak, ajratib olsak bo'ladi ichki tomonni. Xo'p, bunda ham oldi qismlari shu monoqosh, LED faralar, 540 gradus kamera, shunaqa. litiy diskalar. Bular ham Michelin'dami, boshqachami bularniki? 20 razmerdagi alyumin diskalar. Balonlar yumshoqmi, almashtiramiz? Yumshoq, GT balon. Shahar uchun zo'r. Salon бесключевой достуp mavjud aka. Голосовой управление bunda bor. Albatta, bu eng full komplektatsiyasi.
max pozitsiyasi bo'ladi. Hamma qanaqa qulaylik bo'ladigan bo'lsa, hammasi bor bunda. Keyin panorama ham bor ekan bu yerda. Panorama ham bor Ya'ni S09 Bu gibridida. avtomobilni o'zi tashqaridan panoramasidan bilsak bo'lar ekan, lekin bu ham e'tibor qilmoqman. Panorama bor. Xo'p. Monitor. Monitor 15 dyum ekan bunda ham. Aha. Pamit sideni bor ekan, ya'ni o'zi zajgan yoqilganda o'zi tortib ketyapti. Shunaqa. Pamit sideniya avtomatik o'zgartirsangiz bo'ladi knopkada. Auto hold o'sha rejimlari. Bu elektrousilitlmi? Shunaqa rullari S07 da ham, S09 da ham elektrousilitel. Tushunarli. Auto hold. Bunda ham podlokotnik shunaqa, qarang. Bu yerda panorama tom bor. Endi hozir benzin varianti yo'q edi, hozir gibrid variantda panorama tom bor. Bu monitordan nimalarni ko'ramiz, Ahror? Xo'p, benzin, tok qancha qolgani, mashinani oboroti, xuddi o'shanaqa shina davleniyalari, sizga kerakli bo'lgan hamma narsani ko'rsatib beradi. Apple CarPlay, Android nimalar qo'shsa bo'ladi? YouTube nimalar? Audio sistema Sony aytganimdek Голосовое управление bor. Bor. Cruise control. Cruise control. Полоса удержания, автоторможение. Hamma funksiyasi bor. Keyin apishkalarni qarang. Mana bunday podsetkalar yonib turar ekan. Tushunarli. Buni ham balandligi 1.80 nechimi? Yo'q, bunda balandligi u bilan farqi 10 sm farq qiladi. 07 dan 10 sm balandroq. Balandroq. Shunaqa. Mana bu orqasi, mono qo'shlari, polni LED yonib turadi. Kechasi juda chiroyli ko'rinadi bu. Xo'p. Bunda ham xuddi shunday orqa knopkada ochiladi aka. Aha. Bagaj qismini ochganimizda nimani ko'rishimiz mumkin? O'zida komplektatsiyasida zaryadnik qo'shib beriladi. Aha. Xo'sh. Bu yoq qismida akkumulyator joylashtirilgan. Mashinani zavod qilish uchun kerak bo'ladigan 12 voltli akkumulyator. Qolgan komplektatsiyalarni joylashtirsa bo'ladi. Аварийный znak. Xo'p, ko'rib turganingizdek, xolodilnik o'rnatish uchun joy tashab ketilgan, bemalol o'rnatsa bo'ladi. Aha. Sideniyalarimiz xohlasangiz, xuddi o'shanaqa 7 kishilik xohlasangiz bo'ladi. Qilib bera olamiz. Qilib bera olamiz. Tushunarli. Bunda ham zashta bor, ha? Albatta. Bu yerda ham o'zi biron kishi qolgan bo'lsa, juda kuchli ishlaydi aka, zashtasi. Tez ishlaydi. Qaysi yo'q qo'yamiz. Buni nechta rangi bor gibrid avtomobillarda? Gibrid avtomobillarda ham xo'p, oq deysizmi, qora deysizmi, unaqa ranglar uchun bizda muammo bo'lmaydi. Xohlagan rangingizdan topib bera olamiz birodaram. Qarang, shu bugun keldik. Bizga shu bugunni o'zi mashinamizni berib olasizmi? Albatta. Avtokredit bo'lsa ham bir kunning ichida sizga olib chiqib bera olamiz aka. Aha. U narsada muammo bo'lmaydi. Bitta pasport bilan kelsak bo'ladimi? Shunaqa. Aytganimdek 25% boshlang'ich to'lov bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Aha. Xo'p, avtosalon yaqinda ochilgan, o'zi adresni aytib o'tdik. Bemalol kelasizda test drive xizmati bormi? Test drive'ga gibrid mashinamiz ham bor, S07 ni luxury pozitsiyasi ham bor. Aha. Mana bu rangi qanaqa edi bu? Bu Narda Grey endi 2025-yilni trendga chiqqan, topga chiqqan ranglardan bittasi. Juda ham ko'p xarid qilingan bu rang. Xo'p, Ahror, endi asosiy joyga keldik, do'stlar. Bularni narxlari qanaqa? Hozir ko'pincha bizdan narxini aytish esimizdan chiqib qoladi. Biz hozir Swift 09 gibrid avtomobilini ham avtokreditga yoki rastrojkaga bera olamiz, ha? Avtokreditga chiqarib bera olamiz. Rastrojkasi S09 ni benzinli variantlarini hammasiga bor. Bu mashinamizga rastrojka bor. Albatta, S09 ni benzinligini chiqarib bera olamiz rastrojkaga. Xo'p, narxlarni bitta aytaylik, tan narxlari qanaqa bo'ladi? Xo'p, narxini aytadigan bo'lsak, birinchi pozitsiyasi 1.6 turbina motorligi bo'ladi aka. S09 ni. Uni narxi 403 million so'm chiqarib bera olamiz. Rastrojkaga ham xuddi shu narx bo'ladi aka. Xo'p, avtokreditga olmoqchi bo'lsak-chi? Avtokreditga boshlang'ich 25% bilan, agar rastrojka olaman desangiz, boshlang'ich 50% bilan 2 yilga befoiz olib chiqib bera olamiz. Tushunarli.
Masalan, S07 ni olishimiz uchun bizga 84 million kerak. Shunaqa. Boshlang'ich 84 million plyus bo'lsa, bu degani $7000 atrofida. Endi kalkulyatorga urasizlar, hozirgi kursda qancha bo'ladi bilmadim. Boshlang'ich to'lov bo'lsa agar, bu avtomobilni bir kunda olib ketishingiz mumkin. Yana pastda nomer qoldiraman do'stlar. Batafsil ma'lumotni telefon orqali aytamiz. Albatta. Masalan, boshlang'ichi qancha pul bor? Masalan, yilligi qanaqa, oyligi qanaqa chiqadi, hamma ma'lumotlar shu yerda Har bo'ladi. bitta tochkasini telefonda ham uzoqroqdan bo'ladigan bo'lsangiz tushuntirib beramiz. Bemalol siz kelsangiz bo'ladi. S07 ni narxi qancha? S07 luxury pozitsiyasi aka bu. Ikkinchi pozitsiyasi full desak ham bo'ladi. Xo'p, motorimiz 1.6 litrlik turbina motor, 7 talik korobka joylashtirilgan. Hop, bu yer ko'rganimiz 1.5 litrlik turbina motor edi. tushunarli. Xo'p, funksiyalariga keladigan bo'lsak, tashqari tomondan ko'rinishi, xo'p, ekstrenniy торможение, adaptivniy cruise control ko'rinishi mumkin aka. Farqini ajratib olish kerak bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, old laboylari qiziydi. Bemalol. Xo'p, forsunkalari qiziydi. Qishda muzlab qolmaydi. Yo'q. Balon razmerlari o'sha 20 razmerlik alyumin diskalar o'rnatilgan. Salonda nima o'zgarish? Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsak aka, bu yerda голосовой bor уже. Голосовое управление, Sony audio sistema, обдув, обогрев, климат контроль, Polasa удержание bu yerda bor. hamma funksiyasi. Adaptivniy cruise control aytganimdek. Qulayliklari juda ko'p aka. Panorama bu endi aytmasak ham bo'ladi. Xullas, narxi qancha buni? Buni narxini aka skidkasi bilan birga 364 million qilib bera olamiz. Xohlasangiz avtokreditga, xohlasangiz naqdga. O'zini asl narxi 409 million 500 ming so'm. Ya'ni hozir necha pul siz bizga arzon qilib berasiz, skidka qilib berasiz? Xo'p, 364 million qilib beramiz aka. Xohlasangiz naqdga olib chiqib keting, xohlasangiz avtokredit qilib oling o'sha narxga. Avtokredit qilsak necha pul beraylik? Xo'p, avtokreditga o'shanaqa aka 25% boshlanish to'lov. 90 milliondan ozroq oshadi. Bir kun ichida olib chiqib ketasiz. Gibridning narxi qancha? Tan narxi. Xo'p, gibridning tan narxi aka 500 million 500 ming so'm. Bundan ham chiroyli skidka qilib bera olamiz. Bundan ham arzonlashtirib beramiz. Albatta. Yaxshigina skidka qilib bera olamiz bundan ham. Xo'p, telefon qilganda Shehroz TVdan telefon qiling deb ayting, birdan bonuslari qo'shiladi. Oktyabrning oxirigacha bepulga polik bilan parolni qo'shib beramiz. Albatta aka. Bizlarning kanaldan deb aytsangiz, birdaniga skid ishning narxlarini ham aytamiz. Bizlarning kanaldan necha pul qilib berasiz agar naqdga kelishsa? Aka, kelishsin, zo'r narx qilib beramiz. Avtokredit naqdga arzonlashtirib beramiz. Arzonlashtirib, avtokreditga chiqarib beramiz. 500 million 500 ming so'mlik avtomobilimizni xo'p 455 million qilib beramiz aka. Do'stlar, adresni yana bir marta aytamiz. Samarqand shahar tomonidan eski shtabga Jonboyga Jonboy postidan, Jonboyda, Cho'ponota postidan Man zavodga, ya'ni Farhod posyolka Jonboy tomonga ketaverishda chap qo'ldagi katta Swiss avtosaloni bo'ladi yoki siz Bulung'ur tomonidan, Jonboy tomonidan shaharga boraverishda Man zavoddan o'tgandan keyin o'ng qo'lda. Xullas bitta ko'rsataveramiz. Adashmaysizlar, shahar tomonidan kelishda Man zavodning yonidan razalot qilib kelsangiz ham bo'ladi. Yaqinroq bo'ladi. Yandex navigatordan ham bemalol chiqadi. Swiss avtosaloniga chiqadi. Shunaqa. Barchani Swiss avtosaloniga taklif qilamiz do'stlar. Bemalol test drive va avtosalonni ichida xohlagan mashinalarni ko'rib, zavod qilib, o'zlari olib ketsalar bo'ladi. Ma'lumot olish hamma narsasi imkoniyatiga ega bo'lasiz. Nechidan nechiga ishlaymiz? Xo'p, ish vaqtimiz haftani har bir kuni dushanbadan yakshanbagacha har doim ishlaymiz. Soatlariga keladigan bo'lsak, ertalabki soat 9 dan kechki soat 8 gacha ochiq bo'lamiz. Pastda nomerlari, batafsil ma'lumotlar shu yerda bo'ladi. Albatta telefon qilinglar. Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Qaysi avtomobil yo'qdi va albatta havas qilamiz. Kelajakda qaysi modelni olishni xohlaysiz, yozishni esdan chiqarmaymiz. Qayerdan ko'rayotganingizni ham albatta yozinglar. 12 ta viloyat bo'yicha xizmat ko'rsatamiz, shunaqami? Shunaqa. 12 ta viloyat bo'yicha bemalol kelsangiz, sizga chiroyli qilib xizmat ko'rsatishadi. Shunaqa gaplar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.